Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. Xo'p, biz bu galgi obyektimiz Surxondaryo, Sariosiyodagi obyektimizdan boshlab tugatib oldik. Xudo xolasa bu yerga uzunasi 16.30 bo'ldi. Eni 6 metr bo'ldi, balandligi toza 4 bo'ldi. Xo'p, bu yerga 20 talik motor o'rnatdik. Xudo xolasa bu oldin bitta ikkita olma uchun xolodilnik qurishgan bo'lgan, joy yetmagani uchun mana bog'dagi olmalarni ko'rayotganmiz. Shu olmani qo'yishga xolodilnik bitkazib berdik. Motori freonini qo'yib, yog'lari joyida bir kun xudo xolasa o'tashgan tekshirdik. Motorni yig'izamiz, bismillah. To'q sal pastroq olgan, ozgina qiynaldi. Hop, motorlarimiz xudo xolasa ishlashi jim. Hozircha yaxshi, xudo xolasa. Manevrlarimiz bo'lyapti, datchiklarimiz qo'shilyapti. Yog'larimiz qaynashidir. Hozircha yaxshi, xudo xolasa. Mana 20 talik motorimiz ancha katta, bo'm surib ketgan. Bu ko'rinishini qarangki, bunda ancha katta. Bu motorimizni kondensator ancha kichikroq ekan. Lekin bu 15 talik bitr qo'yish kerak ekan ikkita. Xo'p, xolodilnik ichiga yo'l olamiz. Kech bo'lganda video bo'lishga qaror qildik. Doim kech qolib ketyapmiz, chunki ketamiz xudo xolasa. Biz oldi qismi bu yerga beton qo'yib, shunga o'xshatib plashat qilib beton qo'yishadi. Bunaqa oldiga naveslari bo'ladi. Bunga o'xshab shu mana olmalarni zakotobga qilib o'sha ancha olmani uzib qo'yishdi, lekin bog'da ancha olma ko'p hali. 15 hektar olmadan adashadan 200 ton olma chiqadi, har kun so'tishyapti. Xolodilnikimiz kerak olmadan o'shani sferitelimizni yerga kelib berdik. Bitib, germetikalarni qilib, cho'tka qilib bitkazib oldik. Shoshilinch bo'lgani uchun stashkadan oldik, qilib beraydi, chunki betonni zakaz qilib quydirgan, plashatkasi. Beton 50 quyishgan, beton ustiga yig'ib berdik. Xudo xolasa kim uchun xizmatga yaraysiz, aloqaga chiqaverasizlar, doim xizmatdamiz, ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Rahmat.